Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Atamalar komissiyasi majlisining 2025-yil 30-iyuldagi 62-son bayoniga binoan O'zbek tili ixlosmandlari uchun 40 ta xorijiy atamaning o'zbekcha muqobili. avans, Bo'nak, avtopilot, avtoboshqaruv, aysberg, mustog', bodi kamera, yon kamera, внедорожник, yo'l tanlamas, diskussiya, bahs-munozara, dostavka, yetkazish, zona, hudud, koridor, yo'lak, lider, yo'lboshchi, yetakchi, link, havola, markirovka, tamg'alash, marshrut, yo'nalish, master-klass, mahorat darsi, motivatsiya, ruhlantirish, rag'bat, navigator, yo'llagich, parol, o'ron, переплет, muqovalash, polik, to'shama, portfolio, yig'ma jild, progressiv, ilg'or, svetofor, yo'l chiroq, smart, aqlli, challenge, chorlov,